Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Asadlar Mebel kanalining obunachilari. Bugungi sana 28-iyun, hafta kuniga shanba. Xudo xolasa bugun 3 ta joyimiz bor. Oxirigacha ko'rib turinglar, narxlarda bomba qilib, ideya qilib, arzon qilib beramiz. Oldindan bittadan laykni bosinglar. Layk qizartirib qo'ysanglar, shunaqa arzon narsalar o'tkazib yubormaysizlar. Xo'p, xudo xolasa juda bugun obzor boshqacha bo'ladi. Asadlar Mebel kanalining hurmatli obunachilari, bugun bunaqa divan kreslolardi, Xitoy Gorka, original Toshkent ishlab chiqarilgan Spanigani turladi. Ikkinchi, uchinchi joylarimiz ham bor. Oxirigacha kuzatib turinglar. Xudo xolasa juda chiroyli narxlar qilib beraman. Xo'p, qiziqtirishga birinchi o'l divan kreslomizni ko'rsataylik obunachilarimizga. Divan kreslomiz materiallari zamoyda, zamochka bemalol chiqarib yuviladi. Muammo bo'lmaydi. Oppoqligiga e'tibor qilishmaydi. Mana ular ko'ja bo'ladi. Materiallar ko'ja. Bu o'tiradigan hollari ham ashna zamochkada chiqadi, yechiladi. Mana yog'ochlarga e'tibor qilib berishadi. Juda chiroyli narsa. Divani biri 3 metr joyda egallaydi. Kreslosi 120-130 joyda egallaydi. Bunaqa kichkina divanni 2 kishiligi 1,5 metr joyda egallaydi. Juda chiroyli narsa. Holatlar idealni turibdi. Aybi nuqsonlari yo'q. Materiallar kir nuqsonlari yo'q. Buni obunachilarimizga narxini 1,800,000 so'm vodiy bo'ylab dastavka xizmati bor. E'tibor qilib qo'yishadi. Olib borib o'rnatgandan keyin pulni berilaveradi. Juda ideal zo'r narsa bu. Xo'p, bunaqa zo'r narsalar o'tkazib qo'ymaslik uchun obuna knopkachani bosib berish esdan chiqmasin. Xitoyga o'rkamiz bor. Xitoyda ishlab chiqarilgan tortmalari, hamma yo'qlari zavodskiy oynalari birlik bo'ladi. Mana tortmalari. Xo'p, bu 100% MDFdan ishlangan bo'ladi. Men aytdim, nimaga bo'sh turibdi ekan deb. Hali bo'shagan, bu buzg'agan deb o'ylashmasin. Bu bati televizor ilinadi. Mana shu yerda 43 chiroyli televizor zo'r o'rnashadi. Tevasida ham mana idish-tovoq qo'ygan joylari bor, ichlarida. Umuman boshqa narsa bu. Hali o'zimizni go'rkalarga taqqoslaydigan narsa bas. Eshiklari ham avanli, oynalari ham avanli bo'ladi. Mana. Bu 100% MDF bo'ladi. Holatlar juda zo'r turibdi. Aybi nuqsonlari yo'q, xudo xolasa. Buni vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi uyni ichiga olib kirib o'rnatgandan keyin pulni berishaveradi. Muammosiz uni xudo xolasa. Keyin, hali biz labzlashganimizdan keyin bo'ldi sizga sotdik deganimizdan keyin boshqa odamga million bersa ham, buni qimmat bersa ham, 1 million foydasini bersa ham sotmaymiz. Faqat hali bir-birimiz labzimizga ishonaylik, olib borgandan keyin yo aniq hisob-kitob qilib joylarni o'lchab aniq pullarni to'g'rilaganlardan keyin iltimos telefon qilib bo'ldi, oldik deylar. Hali labsizlik bo'lib qolyapti oramizda. To'g'risi, shundan xafa bo'lib qolyapti. Xo'p, hozirga buni razmerini aytib o'tib ketaylik-da. Razmeri 320 joyga olsa zo'r tushadi. O'zi 290. 290, 3 metrlik tushadi. 3 metrlik joyga ham bemalol. 240 bo'ladi. Juda chiroyli holatda turibdi. Ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Pulini aytib o'tib keting hozir. Puli 3,300,000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Alloh. Xo'p, Spanigani bor. Spanigani turimiz Toshkentda ishlab chiqarilgan. Hatto oshxona-moshxonalargacha vakuumli bo'ladi. Polkalarga e'tibor qilishadi. Bu kaltus toshlarga tevasi. Siz o'zi eshik olib borib to'xtab yopiladi. O'zi sekin yopib oladigandan bo'ladi. Uzun ustuvashlarga bishilgan, yana uzun ustuvashlarga bishilgan. Hali erkak ayolni atri aralashib olmasin deb mana o'rtasidan bo'lib qo'ygan, e'tibor qilib berishadi. Pastda tortmalari ham bor. Mutarabimni qilsa o'zi sekin chiqib tusha oladi. Taraqat bor, urilmaydi. O'zimizkilarga o'sha pufik bonusi bor. Tortmalari. Uni e'tibor qilib berishadi, ishlarigacha material bo'ladi. Hamma tortmasi. Hamma tortmasi material bo'ladi. Matrasini qimmatidan tashab berilgan. Hali oddiy arzon matras emas, matraslari yangi. Matras qimmatidan tashalgan. Keyin tagi buniki ochiladigandan bo'ladi. Ya Alloh. Mana ular temir bo'ladi, profil bo'ladi. Karkaslari hamma o'ziniki, aybi nuqsoni yo'q. Xudo xolasa juda chiroyli, ideal holatda turibdi. Xo'p, buni ikkita tumbasi ham bor. Mana ichlari hammasi material. Nima qilsa o'zi sekin to'xtatib yopib qoladi. Ikkita tumbasi bor. 1 2 3 4 5 ta mana shu 5 ta komplektimizni vodiy bo'ylab dastavka ustanovka xizmatlari bilan 5,800,000 so'm olib borib o'rnatib beriladi. Chiroyli o'rnatganimizdan keyin pulni beriladi. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa. Original ferminli narsa bu. Xudo xolasa uch narsamizni ham obzor qilib bo'ldik. Joyimizga o'taylik, yangilari ham yana bor.
ikkinchi joyimizga ham yetib oldi obunachilar. Xo'p, yangi kravatimizdan boshlaylik. Taylari displey bo'ladi, gayka bolta svyazkalar, hamma yo'q mana taylarda bo'ladi. Mana uni tagi displey bo'ladi. Mashina haligi depligi bor, reka qo'yib turib, ustidan dep qo'yib qo'ygani bor. Uni cho'kib oladi. Buni ustidan bas, baquvvatidan bo'ladi. Razmeriga kelganmiz 80 ga 2 metr bo'ladi. Buni narxi obunachilarimizga 650 ming so'mdan. Donasi ikkitasi 1 million 300 ming bo'ladi. Yangi bo'ladi. Buni rasvetkalari bor. Bor. Xolagan svetlarda zakaz qilishaverib, xolagan ranglarni qilib beramiz. Xo'p, go'rkamiz bor, stenkamiz. Mana shu ko'p obunachilarimiz talashgan stenka. Ikkita chekkasi vishelkali shkaf bo'ladi. Tevasi mana ichiga narsalar joylanaveradi. Xo'p, xudo xolasa hammasini ichlar bexijolat, oshxonalarni yangi qo'yib berganmiz. Oynalari ham chiroyli holatda turibdi. Mana avanni oynalari ham uzun ekan. Mana. Xo'p. Buni razmeriga keladigan bo'lsa, 3,5 metrlik joyga tushiradi, bo'yi 230 bo'ladi. Materiali oldilari MDF bo'ladi. Buni narxini obunachilarimizga 1 million 400 ming so'm vodiy bo'ylab dastavka xizmati bor. 1 million 400 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bilan qilib beramiz. Ustanovkasi o'zlari qilib olishadi, faqat olib bortirib beramiz. Ha, eshiklarga olib bortirib beradi. Eshikdagiga olib bortirib beramiz. Bu 5 ga bo'linadi. O'zlari ham bir-biriga qatirib bersa bo'ldi. Ha, bu 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'linadi bu. Mana 2 eshigi, o'rtada 1 eshigi, 2 eshigi, 1 eshik, 2 eshik addin-addin bo'ladi hammasi. Buni o'zlari ham bemalol qilib olishaveradi. Bunisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. 3 ga bo'linadi tevasi, tagi bitta butun bo'ladi. Mana oynalar zavodskiy hamma yo'g'i, aybi nuqsonlari yo'q, oq qorasidan bo'ladi. Mana ikkala eshigi ham ochiladigan bo'ladi. Buni ko'pi bir tarafi ochilmaydi. Ochilmaydi, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, mana holatlari ham o'ta tiniq holatda. Tiniq holatda turibdi. Xo'p, buni obunachilarimizga 1 million 400 ming so'm vodiy bo'ylab dastavka xizmati bor. Tevada qoshlari ham zavodskiy, hamma yo'q o'ziniki. 270 ga 230 bo'yi. Uzunligi 270 joyda egallaydi. Xo'ling bunisini 1 million 400 mingga xarid qiling, xo'ling bunisini 1 million 400 mingga xarid qiling. O'sha eshitagingizga uyingizga borganda shopirdan pul berib olasiz, bo'ldi. Avans, zakot pakat bizga unaqa tashlanmaydi. Xo'p, keyingisi 4 eshikli. 4 eshikli shkafimiz. Bunisi vishelkali varianti. Tevasida ham mayda polkasi bor, qo'yib qo'yamiz hozir. Xo'p, buni ustida mana polkasi xuddi shunaqa bo'ladi. Qo'yib qo'yamiz. Mana bu polkali tarafi. Polkali tarafi 2 ga bo'linadi. Bu Belarusyaniki bo'ladi, adashmasam, mana ulari. Palirovka. Palirovkalar toza hamma yo'q o'ziniki. Buni narxini obunachilarimizga 1,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi xizmati bilan qilib beramiz. 1,5 million. 1,5 million so'm. Keyin xolasa mana ko'paylikdi, 1 million 300 ming qilib beramiz obunachilarga. Oldindan pul aytib o'tib ketildi, 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm, o'rtasi polkali, ikkita chekkasi vishelkali bo'ladi. Mana materiali gulli akril bo'ladi. Oynalari hech qanday trishina netgan joylari yo'q. Razmeriga keladigan bo'lsa 183 ga 220 bo'ladi bo'yi. Idealniy holatda turibdi mana. Faqat esa chang xolos. Xo'p, narxini aytdim. Divan kresloyimiz. Obunachilarimizga buni ham zo'r narx qilib beramiz. Stoli, ikkita kreslosi, divani. Divani zavodskiy Toshkentniki bo'ladi. Ispanli bo'ladi. Polni sasna yog'ochdan ishlangan, taxtalar tagigacha taxta ishlangan. Ana Ispaniya qo'yib bo'lganda, bemalol 1 kishi, 1,5 kishi yotaveradi. 120 ga 190 bo'ladi bo'yi. Xo'p, buni narxini obunachilarimizga 1,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bilan qilib beramiz. Xo'p, 3-joyga ham o'taylik, atgan yangiliklarimiz ko'p. Obunachilar, mana 3-joyimizga ham yetib oldik. Ispaniya turlar. Bunisi o'tgan safargi videoyimda qayerda ishlab chiqarilganini aytmabman. Bunisi Toshkentda ishlab chiqarilgan, bunisi Andijonda ishlab chiqarilgan. Mana zavodskiy varianti, bu ko'chirma varianti. Xuddi shuni. Bu ham kattaroq varianti ishlab chiqarilgan bunga qaraganda. Mana. Bu 220 ga 220 bo'ladi. O'rtasi polkali. Ikkita chekkasi vishelkali bo'ladi. Seriya bilan qaymoq svet kombinatsiya qilingan. Bu o'sha farsetda ishlangan polkalari. Hamma yo'g'i o'sha aytib o'tganimizdek, chista Toshkent ishi bu. Bu Toshkent ishi. Xo'p, buni chesteri bor. Chesterlari, tortmalari. Xo'p, Demosian. Ichlari keng bo'ladi. Fasonlar juda chiroyli, o'ziga yarashgan high-tech fason. Oynalari ham e'tibor berishadi. O'zini zavodskiy, farsetli. Buni tumbasi ham bor. Xo'p, kravatining razmeri 170 ga 210 bo'ladi. Tagi ko'tariladi Honda.
Mana ular profil bo'ladi. O'rtalar belamchilarni e'tibor qilishadi. Laminat bo'ladi. Oyog'igacha laminat ishlangan. O'zi ko'tarib turadi. Bemalol ichiga hazlagan narsa o'zbek nimasi ko'p, tuguni ko'p. Hazlagan narsa joyib ketmaydi ichiga. Xo'p, razmerlarni aytdik. Buni vodiy bo'ylab dastavkasi bilan oxirgi narxi obunachilarimizga. Xo'p, 4,5 millionga uylarning ichiga o'rnatib beriladi. 4,5 million so'm Dastavka, ustanovkasi, vodiy bo'ylab xizmat hamma yo'q ichida bo'ladi. Olib kirib o'rnatganimizdan keyin pulni berilaveradi. Hali faqat bir-birimizga ishonyapmiz. Hali obunachilarimizga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab, bizga ishonib, hali aybi bo'lsa aybini aytadi bu bola deb kuzatayotganlarga avvalo rahmat obunachilar. Xo'p, temir kratimiz bor, 200 mingga berib yuboramiz obunachilarimizga. Xo'p, buni 400 ming qilayotgan tremoyimizni 300 mingga beramiz obunachilarga. Yana bo'lsa obunachilarga. Holatlar, xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q. Arzonligiga o'ylanmanglar. Hali arzon qo'yib yuboryapti, boshqa qilyapti. Prosta buni spangan turib, bo'linib sotilgan stenkalari, o'tgan safar stenkasini narajamizda qo'ydik, ko'rdilaring, stenkasi sotildi. Shu tremosi adabada qolib, saymolayotgani uchun, o'sha foydalanayotgan odam olib maza qilib foydalansin deb 400 minglik narsani sizlar uchun 300 mingga beramiz. Xo'p, keyingisi bu aytib o'tganimizdek, bu Andijonda ishlab chiqarilgan. Buni kopiyasi Andijonda ishlab chiqarilgan, lekin razmeri o'ta katta razmerda uyda egalari yasattirgan ekan. Chesterlarga ham e'tibor berasizlar. Kennoylar o'sha yaxshi ko'radigan narsasi, eng zo'r sevib suyadigan narsa Chester bo'ladi. Buni Chester bundan ko'ra katta. Buni razmerlarini aytib o'tib hozir aka. 230 ga 230 bo'ladi. Tortmalari ham hamma yo'q zavodskiy o'ziniki. Hop. O'rtasi buni ham o'sha vishilka bo'ladi. Vishilkasi, o'rtasi polkali, ikkita chekkali vishilka. Bu murskoy, jenskiy отдельный. Bu murskoy tarafi. Ha, kalta uzunga. Kalta uzunga, ha. Buni jenskiy, pastda ham polkasi bor, tepasida ham polkasi bor. Hali asobiy qildirtirilgan narsa. Trimosi ham tortmalari zavodskoy, hamma yo'q o'ziniki. Cho'tki ishlab turibdi. Hop. Mana tummalari ham cho'tki turibdi. Buni matras zavodskiy o'ziniki bo'ladi. Og'darma, ikki taraflama bo'ladi. Azaqli xizmat qilaveradi. Buni tay displey bo'ladi. Tay senni bitta butun displey bo'ladi. Uloq-buloq yo'q. Xo'p. Mana. Xo'p, buni biz obunachilarga vodiy bo'ylab dastavka ustanovka ichida qo'yasiz hozir aka. Buni yangiroq qo'yamiz buni. 4 million qilib bering, hammasini olib borib beriladi. Buni 4,5 million qo'ygan edim davrida. Joy bo'shatish maqsadida. Aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab dastavka ustanovka mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, Chester, shiffoneri, 3 eshik kupe, shu komplektimiz, mana shu turgan komplektimiz 4 million so'm dastavka ustanovkasi vodiy bo'ylab ichida bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. Aytib o'tganimizdek, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Labiz degan narsa biz oldik bo'ldi, boshqasiga sotilmaydi. Hozir ham aytib o'tdilar. Keyin shu aytib o'tamiz, vodiy bo'ylab shunaqa ishlatilmayotgan mebellar bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol sizlar sotishlari mumkin. Barter degan xizmatlarimiz bor, alishtiramiz, ustiga razlitsasini berib. Sizlardan iltimos, hali nima so'radi? Kiladobkada, o'tinxonada unaqa joylar turgan mebellar tashabbus. Oddiy misol, sizlarni olib foydalansa, maza qiladigan mebellar, ishlatilmayotgan mebellar deyilyapti, hali. Nima so'radi? O'tinxonada deyilgan emas. O'shanda hozir aka oldindan aytib o'tamiz. Dadan laykni bosib qarindosh urug'lar jo'natib berilsin.